Marokan restorani nomeradi. Uzun tuman markazida Marokan restorani 25-may kuni o'z ish faoliyatini boshladi. Olishga vaqtim yo'q. Endi raisdan ham aytaman, konsertni qo'ysin, shu xalq tomosha qilsa keling ko'rib dedim. Mana Uskun tumanida Marokan restoraniga biz kelganmiz. Mana akamiz, glavniy kattasi. Akajon, mana shu yerda kelgan meni kuzatuvchilarim kelsa, skidka qilib berish niyatlaringiz bormi mana kelajakda? Albatta, Xudo xolasa kelishsa, siz nomingizdan albatta skidka qilamiz. Mening hayron yuragimga kuzagi olmadi yotuldi. Shamolda saçımı saçıldımız, kömürde kaptın açıldımız, shamolda saçımı saçıldımız.